Birodalar, yana bir savol bor. Hizb va jamoatlarga nom berishning hukmi nima? Chunki bizning yurtlarimizda adashtiruvchilarning ko'pchiligi bizga nega hizbingizni Alloh atamagan ism bilan ataysizlar? Vaholanki Alloh bizni musulmonlar deb atadi. Chunki Alloh taolo aytadiki, "Huva sammakumul muslimin", ya'ni Alloh sizlarni musulmonlar deb atadi. Va yana Alloh Qur'onda aytadiki, "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin." Allohga da'vat qilgan, solih amallarni qilgan va albatta men musulmonlardanman degan kishidan ham go'zal so'zli kim bor, dedi. Shunday ekan, siz nega hizbingizni Alloh atamagan ism bilan ataysizlar, deb bot-bot aytaverishadi. Bu haqda nima deysiz? Alloh sizga barakat ato etsin. Ey birodar, meni ismim, sizni ismingiz. Admin birodarimizni va bu yerda bizga yuzlanib turgan kishilardan hech birini ismlari Qur'oni Karimda vorid bo'lgan emas. Masalan, Qur'onda Abu Halil degan ism yoki Abu Abdulloh degan ism kelmagan. Qadrli birodarim, ismlar va atamalar mubohdir. Aytaylik, siz Alloh subhanahu va taoloni oralaringizda islomga da'vat qiladigan, ma'rufga buyuradigan va munkardan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin, ana o'shalar najot topguvchilardir degan qavliga amal qilib jamoat tuzdingiz. Siz o'sha najot topuvchilardan bo'lishni istayapsiz. Siz shunday jamoat tuzish haqida uzoq o'yladingiz. Qarshingizda esa, masalan, ribo banklari bilan juda katta muammolar bor. Ribo esa o'zingizga ma'lum bo'lganidek harom ish. Zero bu Alloh va payg'ambari tomonidan bo'ladigan urush demakdir. Shundaymi? Siz ribo jamiyatidagi bir xunuk jinoyat, shuning uchun men riboga qarshi kurashuvchi bir hizb yoki jamoat tuzmoqchiman dedingiz. Vallohi bu juda yaxshi fikr. Shundaymi? Banklar esa riboxo'rlar hizbidir. Siz shu riboga qarshi kurashuvchi bir hizb tuzmoqchisiz. Qur'oni Karimda esa riboga qarshi kurashuvchilar hizbi degan nom yo'q. Balki riboga qarshi kurashuv, riboga qarshi urush ochish, riboga qarshi kurashuvchilar, riboga qarshi kurashuvchilar degan nomlarni siz paydo qilyapsiz. Natijada bu hizb tuzildi. Va bu jamoat bilan birga o'nlab, 20lab, 100lab, 200lab, minglab ko'plab kishilar harakatga keldi. Shundan keyin sizlar riboga qarshi kurash uchun ommaviy axborot ishlari, da'vat ishlari va hokazo ishlarni olib bordingiz va nomingiz mashhur bo'lib ketdi. Shunda g'oyangiz yoqib qolgan bir kishi huzuringizga kelib, "Men ham sizlarga qo'shilmoqchiman. Sizlar kimsizlar?" dedi. Unga biz riboga qarshi kurashuvchilarmiz deysiz. U, ya'ni sizlar riboga qarshi kurashuvchilar hizbisiz. Ya'ni nomingiz riboga qarshi kurashuvchilar hizbi, shundaymi deydi. Siz esa ha deysiz. Bu shunda, bu zo'r ekan. Lekin bu ism Qur'oni Karimda yo'q-ku desa, unga ey birodarim, falonchining ismi Ali, pismadonchining ismi bo'lsa Ibrohim va yana birovning ismi Hasan, boshqasiniki Yusuf bo'lishi biror bir haraj bo'lmaganiga o'xshab bizni ham bunday ism bilan nomlanishimizda hech bir haraj yo'q deb aytasizda. Bunday ismlar bilan atalishda hech bir harajlik yo'q. Aksincha, butun haraj, ya'ni gunoh islom asosida bo'lmagan hizblar va jamoatlarning nomlashidir. Ya'ni siz menga masalan Saudiyaning Saudiya deb atalishiga, Saudlarning hizbi degan nomning joizligiga Qur'oni Karimdan biror dalil keltirib ko'ringchi. Men Utaybiy xonadonidan bo'lgan bir badaviydan siz kimsiz deb so'raganimda, u men Saudiyman dedi. Chunki u Saudiyada yashaydi. Men, mashalloh, demak siz podshoh oilasidan ekansiz-da desam, u yo'q, men Utaybiyman, Utayba qabilasidanman dedi. Men unga, nimaga unda o'zingizni Oli Saudga mansub deb bilasiz dedim. Shunda u boshiga bir urib, Allohu akbar. Bu kallamga kelmagan ekan. Bu haqida birinchi marta o'ylanib qoldim dedi. Yana masalan, Qatar davlati degan nom, Yardan davlati degan nom Qur'oni Karimning qayerida kelgan? Qayerida kelgan? Islom davlati yoki islom xalifaligi degan nom esa musulmonlarda bor. Buni musulmonlar tan olgan, lekin anavi davlatchalar yo'q. Qanday qilib bu ismlarni qo'yishib olgan? Biron kishidan kimsiz deb so'rasangiz, men Jazoirliman, men Tunisliman, men O'zbekistonliman, men Qirg'izistonliman deb javob beradi. Mana shu ismlar biz rad qilishimiz kerak bo'lgan ismlar. Chunki ular islom shariatiga xilof keladi.
ularda Alloh izn bermagan, harom bo'lgan uyushlik mazmuni bor. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zingizni riboga qarshi kurashuvchilar hizbi, Hizbut Tahrir, ya'ni bandalar va yurtlarni ozod qilish hizbi, Ihvon hizbi, ya'ni birodarlik jamoati, Hizbut Da'va, ya'ni Allohga da'vat qiluvchilar hizbi, Tabligh jamoati deb atashingizni man qilmaydi. O'zingizni xohlagan ism bilan atashingiz mumkin. Zero bu ismlar mubohdir. Chunki ularning nomlari islomiy mazmundadir. Harom bo'lgan hizb va harom bo'lgan atamalar esa g'ayri islomiy manbalardan olingan atamalardir. Ular millatchilik, vatanparastlik, manfaatparastlik, riboxo'rlik va hokazo mazmundagi atamalardir. Ya'ni, masalan, bizda, ya'ni Falastinda ayollar ittifoqi degan narsa bor. U Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayollar va ularning huquqlarini tahqirlanishi va ularga qarshi zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashadigan SEDAF tashkilotidir. Mana shu ayollar hizbi harom bo'lgan hizbdir. Chunki u islomiy shariatga mansub bo'lmagan asosga qurilgan g'oyadir. Aksincha, u kofir g'arb tomonidan eksport qilingan bo'lib, bu tashkilot jamiyatni bulg'ash, ayolni, xonadonlarni, oilalarni buzish bo'yicha iflos ishlarini amalga oshirishadi. Falastin ma'muriyati hozirda oilalarni himoya qilish nomli qonunni qabul qilmoqchi. Bu qonun ayollar hizblari qabul qilgan o'sha SEDAF tashkilotini asosida qurilgan. Demak, shu yo'nalish va atamalar noto'g'ri, xatarli va haromdir. Ammo islomiy yo'nalish va atamalar muboh, balki ko'p hollarda vojib hamdir. Alloh yordamchimiz bo'lsin.